Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yolda izlanish programmamizning 83 soniga xush keldinglar. Bugun biz hukumatimizning tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor efendim bilan Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilgan kuni va boshqa masalalar degan temada suhbat qilishimiz. Suhbatimizga xush keldingiz Salih Xudoyor efendim. Hoş bulduk, rahmet. Rahmat. Men bu programmaga kirish so'z qilish niyatida emasman. Chunki har qitim Salih Xudoyor efendim bilan qilgan suhbatimizda agar biz astoydil bo'lsak, nurg'un bilim egallaymiz. Ushbu sababdan bu vaqtni isrof qilgim yo'q. Garchi Salih Xudoyor efendim ingliz tilida tafakkur qilgani bilan logikaligida qilsig'maydi. Muajiratdagi tor dunyomizda to'lib toshgan ajoyib g'aroyiblarga diqqat bersak, tili ravondek turgani bilan logikaga sig'maydigan quruq parang ko'p. Agar aqlga hurmat qilsak, diqqatimizni Salih Xudoyor efendimga beraylik. Marhamat. Oldi bilan Xitoy Qizil hukumati Uyg'ur avtonom rayoni qurilganligining 70 yilligini cho'ng dag'dug'i bilan tabrikladi. Buningga hatto ba'zi chet el medialari qo'shilib, media o'qishni unutmadi. Ammo bugungi dunyodami Shi Jinpingning ayni chog'dagi madaniyat inqilobi davridagi uslubda kutib olinishi g'arb medialarida qiziq nuqtaga aylanib, Xitoyning haqiqiy diktator obrazi va ming yush nayrangi oshkor bo'ldi. Hukumatimiz bu saxta o'yinni oshkorlab, so'kib bayonot berdi. Ushbu so'rinda siz atalmış cho'ng taraqqiyot kayniga yoshiringan haqiqatni bizga so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Albatta, bu kuni, bu yili yani Xitoy qirolchilarininki Sharq Turkistonning ishg'ol qilib, andan keyin 1935-yilda atalmış avtonom rayon deb o'z tarafidan biz yani bizning xalqimizdan hech qanday bir tarazlıqqa elib qilgan bir ish yo'q. O'zlari shu Sharq Turkistonni Xitoyning atalmış bir partisi degan sapkasini nim qilish uchun atalmış avtonom rayon deb bu atalg'ini majburlab Sharq Turkistonga tangdi. Garchi uni tangan bilan o'zimi buni bizning xalqimizningki Sharq Turkiston xalqi buni rad qilganligini o'zimi necha qatim ta'kidlab keldi. Masalan 1958-yilmi, 59-yildagi 58 yoki 59-yildagi axborot bayonotida va buni shu vaqtdagi AP Associated Press o'tirib qo'ydi ya. Buningki yozma shaklisini bu xabarnikini men bir necha haftalar ilgari o'tirib qo'ygandim. Balkim bir oy burun bo'lishi mumkin. Manbasi. Shu vaqtda Sharq Turkiston xalqi, ya'ni shu Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqillik nasli keltirish uchun kurash qilayotganligini va atalmış avtonomiya degan narsani rad qilganligini jakarladi shu xabarda chiqdi. Va shu Xitoyninki qo'chaq xoin munofiqninki ismi nima edi? Xoin munofiqligi nima avtonom rayonning birinchi nimasi bo'lgan Sharq Turkiston Jumhuriyatininki Sayfiddin Azizninki o'zining og'zi bilan dedi. Sharq Turkiston xalqi bu yerdagi bir munchisi buni rad qildi, avtonomiyani rad qildi deb. Va o'rniga ya'ni shu Sharq Turkiston Jumhuriyatini qaytadan qurishga tirishyapti deb buni xabar qildi. Shu vaqtdagi radioda va nimada shu radioning nimasini shu AP yozib xabar qilib chiqadi. Ya'ni buni biz Sharq Turkiston xalqi hech bir vaqt har qanday Xitoy hukmronligini, mayli avtonomiya orqali bo'lamdi, mayli boshqa tatbiq so'zlar bilan bo'lamdi, Sharq Turkiston xalqi izchil Xitoy ishg'oliyatini, Xitoy hukmronligini izchil rad qilib keldi va davomli rad qilib keladi. Buni jakarladik. Va tarixiy faktmi shu. Bu atalmış avtonomiya bizga nima keldi? Bizga shu ishg'oliyatni keldi, irqiy qirg'inchilik keldi, mustamlik keldi. Boshqa narsa kelgani yo'q.
atalmış avtonomiya qilgan vaqtda Sharq Turkiston xalqi, Hmm. xalqi, Sharq Turkistonning haqiqiy xalqi nupusi Turkiy xalqlar, Uyg'ur va Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiy xalqlarni qo'shgan vaqtda 90% dan ortiqdi nupusi. Hmm. Nupusininki nimasi. Xitoy ishg'olchilar 49-yildan tortib shu 55-yilgacha aranda 6% egillabdi ekan. Shunchalik egillash bo'lgan. Hmm. Hozir bugun qarasak, hozir Xitoy ishg'olchilar neredeyse 40 Xitoyning o'zining deyishicha 40% dan oshdi deydilar. Ya'ni bizningki nupusimizni ajizlashtirdi, nupusimizni nim qildi, nupus oranimizni tushirdi Xitoy va bu atalmış avtonomiyasi bizga shu bayam deganimdek ishg'oliyat, irqiy qirg'inchilik va mustamlikadan boshqa narsa kelgani yo'q. Atalmış taraqqiyot-maraqqiyotları biz uchun taraqqiyot kelgani yo'q. Shu Xitoy ishg'olchilarga, mustamlikachilarga taraqqiyot keldi. Sharq Turkistonninki boyligini o'g'irlab 70 yilning yozi shu avtonomiyani bergandan tortib, ya'ni atalg'isini bizga atab qo'ygandan tortib, Sharq Turkistonninki boyligini shu Xitoyni taraqqiyot qilish uchun ishlatib kelmoqda. Masalan, bugun qarasak, Sharq Turkistonninki barliq boyliqlarini, mayli moddiy boyliqlari bo'lsin, mayli zamin boyliqini bo'lsin, mayli xalqimizning kuchidan tayinib qul qilib ularni shu Xitoyni gullantirish uchun, Xitoyni taraqqiyot qildirish uchun ishlatib keldi. Sharq Turkistonning to'qillam yolg'iz elektrik toki hozir Sharq Xitoyninki 20 ayrim viloyatida 120 dan ortiq Xitoy shaharlarini ta'minlayotdi. Necha millionlagan Xitoyninki shu zavodlarni, shaharlarni, uylardan tortib hammasini shu tok ta'minlayotgan tok shu Sharq Turkistonning tokdan kelib chiqayotgan tok bu. Sharq Turkistonninki gaz, nefit hammasini yana shu Xitoy o'zini gullantirish uchun ishlatyapti. Bizning xalqimizni qul qilib shu o'zini taraqqiy qilish uchun nim qilyapti. Sharq Turkiston zaten burun selishtirsak shu vaqtdagi shu 49 va yoki 55-yildagi ahvolni selishtirsak nurg'un Sharq Turkistonliklar boyti. Xitoyga nisbatan biz o kadar taraqqiyotni oldi deydik. Masalan, Xitoyninki kirib bizni qurolliq bosqa vaqtida kirgan askarlarning formallari, qurollarini qarasanglar, bizniki qaraganda nechasi ojizdi. Bizning xalqimizninki umumiy Sharq Turkistonda vaziyat qolgan chog'da nechasi Xitoyninki xalqi o kadar xarabdi. Shu bizningki boyligimizni ishlatib Xitoy o'zini gullantirdi va mustamlik orqali bizni taraqqiyot qilish emas, Xitoy uchun ham taraqqiyot keldi. Xitoy mustamlikchilar ham taraqqiyot keldi va bizga shu nomratchilik, qullikdan boshqa narsa kelgani yo'q Xitoyniki. To'g'ri. Rahmat. Bizga bu Xitoyninki avtonomiyasi amaliyotda bulab qilishdan boshqa bizni qirib o'ltirishdan boshqa narsa ekanmidi, ammo bizningki bu muajiratdagi da'voda bir ish borki, ayni chog'da oliy avtonomiya talab qilganlarni qahramon qilib ko'rsatish va sirtdagi muajiratdagi da'voda izchil avtonomiya talab qilish, ya'ni kishilik huquq talab qilish bilan kirishib qolgan. Amaliyotda Salih Xudoyevning boyagi gapiga diqqat qilsak, nupus nisbatini o'zgartirishda Xitoylar o'zining nupusini 40% yetkazdi. Endi mush bo'yicha maqsa butun turk millatlarini qassaqmi, Xitoyninki 50%ni tushib ketgandan keyin BDTninki qarori bo'lsin, qanday bo'lsin, umum xalqning bilet tashlashida Xitoylar ustunlikni egallagan bo'ldi. Masalan, agar hammamiz bir niyatda bo'ldik degan taqdirda Xitoylar bunday cho'ng tarixiy o'yinni o'ynadi. Shunga bu avtonomiya degan gapga kelgan chog'da u hargizmi bizning millatning, bizning vatanning, davlatning manfaati uchun bo'lgan bo'lmaydi. Har qanday vaqtda bilmaymiz taqib soldiliki niyati to'g'ri deb o'ylasaqmi xato bo'ladi bu mush nuqtadan. Hamda 1-oktyabr Qizil Xitoyning hokimiyatga chiqqan kuni, mundaqcha aytganda Xitoy chapon almashtirgan kun.
Bu to'g'riliq 2 oktyabr 2 oktyabr kuni Tunji Pochta gazetida e'lon qilgan Sharqiy Turkistondan Tibetgacha Xitoyning 76 yillik mustamlika hokimiyati degan temadagi maqolangizda maqolangizni e'lon qildingiz. Bu to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Xo'sh, aslida bu 75 yillik bo'lishi kerakda, lekin shu Tunji Pochtniki nimalari Xitoyniki 76-yil kommunistlarning hokimiyatga kelishi 76-yillik bilan shunda nimasini o'zgartiribdi, ammo umumiy qarasangiz, men shu 75 yillikning yozi Xitoyniki shu Sharqiy Turkiston va Tibetdagi ishg'oliyati haqida va mustamlikasi haqida yozgan edim. Anda to'g'rilaymi deb nim qildi. Chunki Xitoyningki Sharqiy Turkistonni rasmiy mustamlik qilib ishg'ol qilganiga 75 yil bo'ldi. 75 yil hamda 12-oydan keyin 76-yilga kirgan bo'ladi. Buni tushuntirib qo'y. Undan aniq dedim, Xitoyningki bu 49-yilda kommunistlar shu ishki urushini tugatib shu nima Xitoy kommunistlari Kuomintang, ya'ni Xitoy millatchilar ustidan g'alaba qilib hokimiyat almashish bo'ldi bu yerda. Ammo bu hokimiyat almashish bilan birga almashgandan keyin Xitoy boshqa mustaqil davlatlarga tajovuz qilishga boshladi. Masalan, 10-oyning 12-sida Xitoy atalmış Xalq Cumhuriyeti qurilgandan keyin kommunistlar e'lon qilgandan keyin hokimiyat almashib turib Sharqiy Turkistonga tajovuz qilganligini va 12-oyning 22-kunida mustaqil Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini majburiy ag'dirib tashlab, o'zininki aşağıdaki ishg'oliyat hukmronligini rasmiy ijro qilishga boshlaganligini va undan bir yil qaramay Tibetga tajovuz qilganligini va Tibetni ishg'ol qilganligini va 59-yilda Tibetninki hukumati ag'dirilganligi haqida va shu Xi Jinpingninki yaqindan yozib berib ham Tibetga borgan ziyorati 60 yillik atalmış Tibet avtonomiyasini sapsatini silishga va atalmış Uyg'ur avtonomiyasini sapsat qilish uchun Sharqiy Turkistonga ziyorat qilganligini va bu faqatla Xitoyningki shu o'zining hukmronligini mashrulashtirish uchun, ishg'oliyatini, mustamlikasini mashrulashtirish uchun va bu millatlar, ya'ni mayli Sharqiy Turkiston xalqi bo'lsin, mayli Tibet xalqi bo'lsin, buni qarta epirayotgan irqiy qirg'inchilikni, zulmi to'xtamaydiganligini, hatto aksicha davom qildiganligini, agar xalqaro buningga qarshi turmasa, buningga davom qildiganligini ifodalaganligini va Xitoyningki Sharqiy Turkistonni, Tibetni ishg'ol qilishi yolg'iz shu zamindagi ishg'ol ostidagi davlatlarningki xalqi va shu davlatlarningki mavjudligiga xiris emas ekanligini, aksicha umumiy shu Sharqiy Turkiston, Tibet bilan qo'shni davlatlar, bo'libmi O'rta Osiyo davlatlari va Janubiy Osiyo davlatlari, masalan, mayli bu Afg'oniston bo'lsin, Pokiston bo'lsin, Hindiston bo'lsin, shularningki bexatarligiga va egilik huquqiga ig'ir ziyon keltirganligini o'tirib qo'ydik va buningga bu sukut turmasligini va Sharqiy Turkistonninki, Tibetninki mustaqilligini asliga keltirish uchun kurashlarga yordam qilishini zarur ekanligini ifodaladim. Bu maqolangizni nihoyat yaxshi yozibsiz. Uningda tafsili bizningki xabar agentligimiz Fatigul xonim. Buning siz inglizcha yozgan bo'lsangiz, buning uyg'urchasini tafsili qilib xabar o'qitdi. Agar biz bir logikali, bir aqlga uyg'un fikr qilamiz desak, asos bo'yicha fikr qilishimiz kerak. Xitoyningki Sharqiy Turkiston, mayli Tibet, mayli Mo'ng'ul bo'lsin, Janubiy Mong'oliya. Bularni besib olishi hargizmi ularning degandek tarixdan ularning bir qismi bo'lishi emas, qonunsiz besib olganligini Solihuddin afandim nihoyatda o'zining yo'li bilan, qonuniy faktlar bilan ko'rsatib bergan.
Hem de bizdeki hükümetimizden haberlerini dikkat kılsanlar biz X'ke köpünçe özümüzün bayanatlarını X'te ve başka tor orunlarda Facebook'larda ilan kılımız. Ama bizning haberimizde bu haberninki Uyg'urchasi davomli ag'dirilib chiqib turdi o'z vaqtida. Buningdan nurg'un narsalarga erisha olamiz. Bizningki ziyolilarimiz hozirgacha bu mantiqadagi Xitoylar davomli ta'kidlaydiki, bu Sharqiy Turkiston bo'lsin, mayli Tibet, mayli Mo'ng'ul bo'lsin, bu nimaninki Xitoyninki tarixdan bir ayrilmas bir qismi deganni hamma odamning mang'isiga singdirib o'tgan, mang'isini yeb kirgizib o'tgan. Hamda bizning ziyolilarimiz uni ayirib chiqib bu bundoq emas edi. Bu yerda bundoq qonuniy, bundoq deydigan hech qanday asos yo'q deganni ta'kidlab boqqan emas. Bu bizningki hukumatimiz qurilgandan beri Solih Xudoyor afandim har qatim bizning har qanday bir maqolasi yoki o'zininki bayonotida bo'lsin, bu yerdagi xalqlik qonuniy tarafini mayli BDT'nin bo'lsin, mayli xalqarалық bo'lsin va yoki boshqa qonun bo'lsin, shuni asos keltirib turib, bu zimin sening emas, bu bizning deb buni isbotlab beryapti. U quruq ochiq bilan so'zlablar Xitoy degan o'ti deb tillab qo'yganlar ish bitmaydi. Gap uninga asos bo'lishi kerak. Shunga men endi Solih Xudoyor afandimningki bu maqolasini agar bilmoqchi bo'lsanglar, bizningki hukumatimizning xabaridan olsanglar va yoki X chiqib shu maqolani tafsiliy besib ko'rsanglar, uni to'liq tushunasizlar. Hamda üçüncüsü bizning savolni 12 oktyabr Qizil Xitoy armiyasining bizning davlatimizga tajovuz qilgan kuni boy dedingiz siz. Bu bizning har bir vijdon egisining har xil faoliyat va namoyishlar bilan la'natlaydigan kunimiz. Bu kunning tarixiy ahamiyati va hukumatimizning o'rlashtirgan namoyish to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Albatta. Bu vaqtda azroq qisqacha Uyg'urcha va inglizcha mush Facebookda bir yozmani e'lon qilgandim 2-3 kun ilgari. Chunki meningki ko'rayotganim, masalan, shu sotsial mediadan ko'rganlarimiz bizni shu Sharq Turkiston va Uyg'urlarga vakillik qilamiz deb yarsalayotgan mayli tashkilotlar bo'lsin, mayli ziyolilar bo'lsin, mayli faoliyatchilar bo'lsin, mayli o'zini diniy ulamo, aqchi ko'kchi deganlar bo'lsin. Bu yolg'iz Amerikada emas, Yevropada emas, Turkiyada emas, dunyoning har qaysi yerda bir narsani takrorlayotdi. U bo'lsa bir xatolikni takrorlayverib turadi. Necha yilning yozi bu bugundan bo'layotgan ish emas. Garchi bu vaqtda necha qatim so'zlab ketdik, yana o'zininki xato yo'lida mengaverib bordi. Biri bularning da'vatini 10-oyning biri Xitoy Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan kuni yoki Xitoyga qo'shib olgan kuni deb mushunda xato Xitoyga moslashib oldi. Mayli bilib qilsin, mayli bilmay qilsin, Xitoyninki ta'tir tashviqoti, ya'ni Xitoyninki sapsati azaldan bizningki Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir parchasi va yoki Sharq Turkiston Cumhuriyetininki milliy ozodlik, milliy mustaqillik inqilobi 40-yillar deb bergan inqilobni Xitoy nima deydi? Atalmış 3 viloyat inqilobi va Xitoyninki qo'mondonlik qarshi berayotgan ichki urushning bir qismi deb bekitadi-ku. Ya'ni bu Sharq Turkiston shu 10-oyning birida bular hokimiyat almashdi ya, Xitoy kommunistlar bilan nimalar. Shu vaqtda ham biz shu bu yerga hukmronlik qilgan to'q degan sapsatini silayotdi Xitoy. Va buningga moslashib bizningki mayli tashkilotlarimiz bo'lsin, mayli ziyolilarimiz bo'lsin, mayli nimalar bo'lsin. Qarasanglar nurg'unlarninki bular bilmaydi emas. Buni bilmaydi desa, nima uchun da'vo qilyapti bunda bo'lsa? Bilmagan narsaga nima uchun da'vo qildi deb so'rash kerak. Buningki nurg'un ziyolilar bor. O'zini aqchi ko'kchi professor, xalqaro munosabat o'qigan, hatto qonun bu narsani o'qigan nurg'un ziyoli chaqlar bor. Shu tashkilotlarning orasida. Ammo Xitoyninki 10-oyning birida Sharq Turkistonni tajovuz emas, ishg'ol qilganti, qo'shib olganti deb ashunda jarsilayotdi. Ammo bu Xitoyning manfaatiga ham to'g'ri kerakli. U hokimiyat almış kuni. Unda desinlar, bizmi burun
Xitoy hukmronlik qildi Sharq Turkistonni. Hmm. Shuning uchun hokimiyat bo'ldi, hech narsa o'zgarish bo'lmadi. Shu hokimiyatlar o'zgarish bo'ldi. Azaldan Sharq Turkiston Xitoyning bir parchasi degan nimasi nim qildi. Amaliyotda tarixiy nimalarga qarasak, amaliy haqiqatga 10-oyning 1-kunida Xitoy kommunistlari Tiananmen'da hokimiyat almashtirib atalmış Xitoy Xalq Cumhuriyeti'ni qurgan vaqtida, e'lon qilgan vaqtda Xitoyniki Sharq Turkistonda hech qanday qonunlik hukmronligi yo'qdi. Qandaq. Bo'lib o kommunistlarningki bir talma askarimi yo'qdi Sharq Turkistonda. Shuning uchun u ishg'oliyat deyish xato. Chunki xalqaro qonun bo'yicha ishg'oliyat faqat shu ajnabiy, ya'ni qarshi bir tarafninki armiyasi, masalan Sharq Xitoylar bo'ladi bu yoqda. Xitoyning armiyasi Sharq Turkistonda bo'lib, hem Sharq Turkistonni o'zining kontroliga olgan bo'lib, hem shu yerga hukmronlik qila olgandan keyin, undan keyin ishg'oliyat degili bo'ladi. Ammo haqiqatda unday narsa yo'q. Faktlik qarasak, Mao Zedong'ninki buni Wilson Institute necha yil az deganda bir 10 yildan oshdi. 2014da mi shunday vaqtda o'tirib qo'yapti. Buni faktlarni qilib to'g'ri tashlab qo'ydi. Bugun bilinmagan bo'lsa-mu, uningdan burun bilmadik desakmi, 2014dan keyin darajalilarimiz bor, bu tadqiqot qilganlar buni qaramay nima ish qiladi. Uni o'qish kerakdi. U yerda nima deydi? Mao Zedong bilan nimaninki Stalinninki nimasi bor? Askariy nima shu Xitoy kommunistlarninki, Xitoy tajovuzchilarininki atalmış Xalq ozodlik armiyasiniki Sharq Turkistonga tajovuz qilganligi haqida doklad beradi. Mao Zedong Stalinga. Uningda aniq deydi. 10-oyning 12-kuni Xalq ozodlik armiyasi, Xitoyning atalmış Xalq ozodlik armiyasi Jichuan Anshi Yumen chegarasidan g'idirlab Sharq Turkistonni ishg'ol qilish uchun askariy harakatni boshladi deydi. To'g'ri. Ya'ni shu kuni Sharq Turkistonni tajovuz qilgan kuni shu. Bir. Resmiy ishg'ol qilgan kuni 12 ayning 22 kuni Sharq Turkiston mustaqil Sharq Turkiston Cumhuriyetini resmiy ag'dirib va Sharq Turkistondagi eng oxirgi borgan yeri Xitoy atalmış ozodlik armiyasininki tajovuz qilgan yeri va ishg'ol qilgan zamini Xotenda shu yerda 12 ayning 22 kuni shu yerga yetib berib, shu yerda nima qildi. Ammo u yerda qarshilikqa yuz beradi. Shu yerdagi xalqimiz yana Sharq Turkiston Cumhuriyetini qaytadan asli keltiramiz deb Xitoy tajovuzchilariga bilan urushidi necha kun. U paketlar. Va u Xitoyninki Mao Zedongninki nimaga bergan doklad edimi? Stalinga bergan dokladi. Bu tajovuzni boshlamaylam qarshilikqa duch keladi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqi qarshilik davomli izchil qarshilik qilib keldi. Buni bilishimiz kerak. Agar biz xatolik bilan 10-oyning 1-ni, ya'ni shu ketaversak, shu Xitoyniki bu bir hokimiyat almashgan nimasi amaliyot shu. Biz uningdan burunmi Xitoylar Sharq Turkistonga hukmronlik qildi. Bular yargiz mustaqil bo'lmagan. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti degan bir narsa yo'q. Atalmış 3 viloyat inqilobi, Gomindanga qarshi urushimizda bir parchasi deb ashunda satlarni rast qilib bergan bo'lamiz. Shuning uchun buning bu kunda agar la'natlaydigan bo'lsin, buning bu kunda namoyish qiladigan bo'lsa, shu Xitoy kommunistlarininki, Xitoyninki shu hukmronlikka chiqqan qarshi namoyish qilsak bo'ldi. Uningda masalan Tibetliklar bilan boshqalar bilan birlashib namoyish qilsak bo'ldi. Ammo o'zimiz yolg'iz namoyish qiladigan shakl bo'lsa, shu 10-oyning 11-sida, 12-sida Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston zaminiga tajovuz qilganligining boshlanganligini la'natlash uchun bugungi davom qilayotgan mustamlika irqiy qirg'inchilik va
ishg'olga qarshi shu kunni shunga la'natlash uchun, shuni qarshi turish uchun shu kunda namoyish qilsak bo'ldi. Shu To'g'ri. kunda namoyish qilishimiz kerak. Ishg'oliyat qarshi namoyish qilamiz desak, rasmiy makun ishg'ol qildi desak, shu 12 ayning 22 kuni rasmiy ishg'ol boshlangan kuni shu. Xalqaro qonunlarninki o'lchamlarining bo'yicha. Buni bilishimiz kerak. Bo'lmasa, yana shu 10 ayning birini Sharq Turkistonni Xitoylar ishg'ol qilgan kuni deb o'tsasak, o'zimizninki egilik huquqimizni, o'zimizningki mustaqillik masalasini asli keltirish da'vosimizni ga ziyon solib qo'ygan bo'lamiz. Chunki Xitoyninki hokimiyat almashishga moslashib qolgan bo'lamiz. Hokimiyat almash kuniga va Xitoyninki doim sapsatdi. Azaldan tortib bu Sharq Turkistonning Xitoyninki bepochisi, uningdan burunmi biz Xitoy hukmronlik qildik degan yolg'on tashviqotiga, yolg'on propagandasiga o'ynab qolgan bo'lamiz. Shuning uchun buni bilish hammamizning majburiyati. Da'vo qilsak, da'vo chimen deydigan bo'lsak, mayli ziyolilar bo'layli, mayli avom xalq bo'layli, mayli bo'lib tashkilotlar bo'layli, to'g'ri narsani da'vo qilishimiz kerak. 70 yilning yozi, 75 yilning yozi qilinib kelayotgan da'vo shu Xitoyninki siz qilgan nimasi, shu avtonomiya da'vosi, aqchi-ko'kchi da'vosi, u bizning da'vosi emas, Sharq Turkistonning da'vosi emas. Shu Xitoyninki ishg'olchilarninki qilayotgan da'vosiga moslashib qolgan bo'lamiz. Uningdan burunmi, masalan, birinchi Cumhuriyet davrida bo'lsin, mayli ikkinchi Cumhuriyet davrida bo'lsin, mayli shu Cumhuriyetlarning oralig'idagi epirayotgan milliy mustaqillik kurash jarayonimizda bo'lsin, u vaqtda shu Xitoylar milliy mustaqillik harakatimizni burmalash uchun yana shu Sharq Turkistonni Xitoyninki hukmronlikka ishg'oliyatida ostida tutish uchun va shuni moya qilish uchun xalqaroni o'ynab kelgan o'yinlarni bilamiz. Masalan, Iso ba'zi o'zini da'vogar deb olgan munofiqlarniki Iso Yusuf Alib degan xoin munofiqni liderimiz, ulug' doimiz deb tashviq qiladi. Uningki shu Xitoylar ruxsat bergan. Dalil paketda bor o'tirdi. Sharq Turkiston mustaqillik harakatiga qarshi shu avtonomiya degan nimasini shu o'tirib qo'ygandi. Chunki Xitoy bir narsani nim qilish kerak. Agar u yolg'on avtonomiya demasmi, umumiy xalq yana shu mustaqillikka ketadiganligini biladi. Shu yana shu Sharq Turkistonni Xitoyninki ishg'ol ostida tutish uchun bir qismlarini yoki shu Xitoyninki ishg'oliyatida hukmronlikka moya qilish uchun shu atalmış avtonomiya davosini o'tirib qo'ygan Xitoylar. U vaqtda birinchi Cumhuriyet davrida mustaqilligimiz e'lon qilingan vaqtda Iso nima deydi? Iso Nanjing deydi. Nanjingda nima ish qilyapti? Nanjingda yoki Nanjing deydi. Nanjingda nima ish qilyapti? Nanjingda Xitoy mudofaa ministrligininki nima chegara rayonlar bo'limininki oliy maslahatchi sifatida vazifa qilgandi. 1932-yili bu vazifani olgandi. O'zininki kitobida, 85-yilda yozgan kitobida bu nima bor? Va birinchi Cumhuriyet e'lon qilingandan amallam Xitoylar buningga shu Gomindan va Xitoyninki shu milliy mudofaa ministrligi buningga vazifa berdi. Atalmış Çinli Turkiston jurnalini chiqarib, Sharq Turkiston Cumhuriyetiga qarshi turish maqolalarini yozdirdi uningda. Uni nima deydi? Sharq Turkiston Cumhuriyeti inglizlarning o'yini, Xitoyni parchalash uchun inglizlarning chiqargan o'yini, bular inglizlar bu orqali bu Xitoyni parchalab Sharq Turkiston Cumhuriyetini qo'llash orqali Osiyoga, yolg'iz Sharq Turkistonga emas, Osiyoga xristian dinini tarqatmoqchi degan maqolalar bormi buni xoinninki. Ikkinchi Cumhuriyet davrida qanday bo'ldi? Zhang Zhujiangninki ikkinchi Cumhuriyet mustaqilligini e'lon qilib, Sharq Turkistonninki zo'r 5dan 1 qismini ozod qilib va tamoman Sharq Turkistonni ozod qilish uchun askariy harakat olib borayotgan chaqda Zhang Zhujiang bu 3 apandilarni bu Iso boshchilik 3 apandilarni so'rab keldi.
ve atalmış Suli devri buludu ya. Urus Sovyetlarniki mecburluğa. Şu vaqtda bular qaysi tarafda turdi? Şu Gomindanning tarafida, Xitoyning tarafida turib, Sharq Turkiston Jumhuriyatiga qarshi turdi. Mayli bizniki ba'zi munofiqlar deydi, ular kommunistchi, aqchi ko'kchi tip ko'kchipidi. Nima bo'lib ketishidan qat'iy nazar. Mayli kommunist bo'lib ketsin, mayli boshqa narsa bo'lib ketsin, u seninki davlating. Sharq Turkiston Jumhuriyati degandan keyin u sening davlating. Agar uni hokimiyatni yaxshi tutmasang, keyin o'ngshivag'ili bo'ladi. Ammo Xitoy tajovuzchilari bilan, ishg'olchilar bilan, mustamlikachilar bilan, imperialistlar bilan birlashib, o'zingninki millatingga, o'zingning davlatiga qarshi turishing kechirilmaydigan bir jinoyat, xoinlik. Uni hech qanday yo'l bilan aqlag'ili bo'lmaydi va buni aqlayotganlarmi shu dal shu burun xoinlik shularning yo'lida manganlik uchun aqlash uchun tirishdi. Buni bilishimiz kerak. Aziz qarindoshlar. Shuning uchun bizningki to'g'ri da'vo qilamiz deydigan bo'lsak, agar biz haqiqatan Sharq Turkistonning mustaqilligini keltirish uchun da'vo qilamiz deydigan bo'lsak, to'g'ri da'vo qilishimiz kerak. 10-oyning 12-kuni ham dunyoning har qaysi joylarida mayli qanchalik bo'lsak, mayli yolg'iz bir kishi bo'lsakmi, shu o'z turishlik davlatimizningki bizga panolik bergan davlatlarningki mayli tashqi ishlar ministrligi oldida bo'lsin, mayli parlamentning oldida bo'lsin, hech bu ishkilisi bo'lmagan taqdirdami adam g'o'lyada bu Xitoyninki Sharq Turkistonga tajovuz qilganligini la'natlash, nafratimizni bildirish uchun va irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatga hargiz bo'ysunmaydiganligimizni va xalqaroninki bu ishg'oliyatni, bu irqiy qirg'inchilikni, bu mustamlikaga qarshi turish uchun chaqiriq qilishimiz kerak. Talablarimiz nima bo'lishi kerak? Biri Sharq Turkistonni ishg'ol ostidagi bir davlat deb e'tirof qilishini talab qilishimiz kerak. Bizning mustaqilligimizni aslo keltirishimizga xalqaro qonun bo'yicha o'z taqdirini o'z belgilash, tashqi o'z taqdirini o'z belgilash haqqini, huquqlarini qo'llashga va mustamlikani oyoqlashtirish qonun bo'yicha bizningki Sharq Turkistondagi Xitoy mustamlikasini oyoqlashtirish uchun bizning haqlarimizni, harakatlarimizni qo'llashini va bizningki bu irqiy qirg'inchilik, mustamlika va ishg'oliyatni to'xtatish uchun, ya'ni bu kuchi bu Xitoyninki Sharq Turkistonga tajovuz qilishi va uningdan keyin Sharq Turkistonni ishg'ol qilganligini bugungi tortayotgan shu irqiy qirg'inchilikninki tip yiltiz ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak va bizning birdan-bir qutulish yo'limiz mustaqil Sharq Turkiston Jumhuriyatini asl keltirishdan boshqa yo'l yo'q ekanligini xalqaroga bildirishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Buni har birimizning majburiyatimiz. Buni qilmagan taqdirdami, ojiz keldik, nima bo'lib qoldik desakmi, eng oz deganda tor orqali bo'lsinmi? Xudamma tor orqali bo'lsin, bu ta'til kunni teşvik qilib 76-yillik bo'ldi. 76 yil burun makine Sharq Turkistonni Xitoy ishg'ol qilib olgandi deb bir muncha xalqimiz shunday qilib ketib bordi ya, bilib bilmay. Biz to'g'ri kunda nima qilishimiz kerak? To'g'ri kunda shu Xitoy 76 yil burun 10-oyning 12-kuni Xitoyning atalmış xalq Cumhuriyeti Sharq Turkiston mustaqil Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirdi va bu tajovuzdan keyin shikaydikin mustaqil davlatimizni ag'dirib bugungi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'oliyat va mustamlikaga yo'l ochdi. Bizning birdan-bir qutulish yo'limiz Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish deb shunda sosyal medyada qaysi davlatda bo'lsak shu davlatning tilida shuni chiqarishimiz kerak. Mayli Twitter orqali bo'lsin, Instagram orqali bo'lsin, Facebook orqali bo'lsin. Rahmat. Bizningki bu qitim o'rlashtirgan namoyishimiz bormi deyman? Albatta, bizningki oldimizdagi kelar yakshanba kuni Amerikaninki Oqsaroyning oldida shu 10-oyning 12-kuni yakshanba kuni soat 1 dan 3gacha namoyishimiz bor. Shu namoyishga shu Amerikadagi bo'lib shu Virginia, Maryland, DC atrofidagi qarindoshlarniki vaqtinglarni chiqarib
qatnashib turishinglarni talab qilamiz. Bu kuni yakshanba kuni ko'pinchamiz Hmm. dam oladigan kun. Shuning uchun majburiyatinglarni, insoniy birinchi bo'lib insoniy majburiyatinglarni, ikkinchidan Sharq Turkistonlik bo'lgan majburiyatinglarni ado qilishga chaqiriq qilamiz. Rahmat. Biz bu da'vo qilamiz, kurash qilamiz, inqilob qilamiz deb o'tirib chiqdik. Buningga bizga bir sop vijdon ketadi va sop aql ketadi. Bizningki ziyolilarimizning, atalmish ziyolilarimizninki boshlab mang'ini bo'yicha xato qahramonlarni qahramon qilib tutilib, xato tarixni tarix deb bilib, uningga ergishib, ortiqdan ortiq hayajonlanib yursak xatolashgan bo'lamiz. Demakchi o'g'lim, masalan, uch apandini kimlar ko'taryotdi? Nima ko'taradi? Uch apandini ko'targanlar nima sobit tomonlarni ko'tarmaydi? Nima uch viloyat degan gap davomli chiqadi? Nima bizning ichki jumhuriyat o'ttirg'i chiqmaydi? Biz ta hozirgacha hukumatimiz shuni bo'libmi Saloh tarafidan to'liq ta'kidlab, to'liq o'ttirg'i chiqib, Eysa Yusuf olib degan xato yo'lda mangan, bu bir xoin edi dedi va uni tarixiy isbotlab o'ttirg'i chiqdi. Ammo biz diqqat qilsak, xalqimiz shu bizningki muajiratdagi Uyg'urlar orasida uch apandini alayda yuksak bir nima bilan ko'tarish, ularga yel berish, kitoblarni yozib chiqish va bizningki xalqimizga bular mustaqilchidi degan bir hukmni xalqning kallasiga qo'yishga tirishadi. Endi yaxshi o'ylanib boqaylik qarindoshlar. Agar ular qahramon bo'lsa, ular to'g'ri yo'lda mangan bo'lsa, Sobit Damo'lning yo'li qanday bo'ladi? Siz hozirgacha Sobit Damo'l to'g'risida chiqqan bir kitobni va uning bo'layotgan tashviqotni ko'rdingizmi? Bu yo'ldan o'ylab boqaylik. Vatanni suydikanmiz, to'g'ri yo'lda suyaylik, aqlimizni ishlataylik, gaplarimiz mantiqiy qilsin. Hamda yana qiziq nuqta, Sharq Turkiston Islom partiyasiningki Suriyadagi askarlarning bir bo'ligi Afg'onistonga yetkazilib Xitoy xavf shakllantirayotganligi to'g'risida xabar chiqdi o'tirgan. Bu xabar qanday qaraysiz? Bu ikki mazkur xabar yaqinning yozi birinchisi shu 9-oyning 30-kuni Atlantic Council deb bir think tank aql ambiri desak bo'ladi. Bo'libmi nurg'un davlatlarga, mayli bu davlatlar Amerika bo'lsin, Avstraliya bo'lsin va yoki boshqa g'arb davlatlariga bo'lsin, shularga aql ko'rsatadigan yoki tavsiya bilan nim qiladigan shularga material tayyorlab beradigan aql ambirlaridan biri mandaq bir nima e'lon qildi. ISIS, ya'ni atalmish islom davlati quramiz deydigan butun dunyoga tanilib ketgan bir tashkiloti bor ya. Shular yangi do'stlar izlayotdi. Ular bo'lsa Uyg'ur jihatchi guruhlari va u maqolaning tafsilotiga chiqsanglar, da'vatqini bu Uyg'ur jihatchi guruhlar shu bular bilan birlashib islom xilofatini yaydi O'rta Osiyoga, shuni yaymoq uchun harakat qilmoqda. ISIS buni Uyg'urlarni o'zining sepiq qatish uchun nurg'un tashviqotni beryotdi va buningga boshqalar mayl kelyotdi deb shunda bir suiqasd nazarini oldidan selish uchun bir narsani yetibdi. Bundan keyin 2 kun qolmaylam 10-oyning 1-kuni Diplomatda bir analiz o'zini nima deymiz Uyg'urchada biznesini ko'rib chiqadigan kishi tadqiqotchi deylik, tadqiqotchining birisi, o'zini tadqiqotchi degandan birisi. Yani maqola e'lon qildi. U bo'lsa Turkiston Islom partiyasi nimaga O'rta Osiyoga va Janubiy Osiyoga tehdit yurib kelmoqda. Bular Afg'oniston talabalar bilan kurashib va Suriyadagilarmi bularni asta-asta chiqarib o'tishga nima qilyapti? Buni shu Afg'onistonga yana qaytarib kelib, shu yerda O'rta Osiyo Jumhuriyatlarininki va shu
Janubiy Osiyo davlatlariga tehdit solmoqchi, nishoni islom davlati va yoki islomiy xilofat qurish degan bir nima qilibdi va uning ichida bularni atalmish Sharq Turkiston bularni shu Sharq Turkiston mustaqilligiga vakillik qiladigan guruh deb ashunda tashviqotlarni, ta'tir tashviqotlarni Xitoyga mayl ta'tir tashviqotlarni o'tirib qo'yapti. Buning qarta biz vaqtida hamda bir kechikib nim qildik. Radiya berdik. Yasimizda bu ta'tir tashviqot shu Xitoy uchun ham foydali tashviqot ekanligini va asossiz ekanligini, Sharq Turkiston xalqininki Xitoy tajovuzchilaridan boshqa, Xitoy ishg'olchilaridan boshqa hech qanday shaxs, guruh, davlat yoki hech qanday kishilarninki manfaatiga ziyon kelmaydiganligini va bizning davosimiz atalmish islom xilofatini qurish emas, besilib olgan, ishg'ol ostida mustamlik qilgan davlatimizni ozod qilib Sharq Turkiston Jumhuriyatining mustaqilligini asliga keltirish ekanligini o'tirib qo'ydik va bu tashkilotlarninki ideologiyasi, ya'ni tashviq qilayotgan nimalari bizga hech qanday Sharq Turkiston xalqininki nimasiga hech qanday vakil qilmaydiganligini va buni tamoman Sharq Turkiston xalqi buni tamoman rad qildiganligini nim qildik. Xo'sh, buni nima uchun chiqaryotdi desak, buni bu vaqtda tafsiliy bayonotimizni ichimidik, ammo men so'zlamoqchi. Xitoy uzundan beri Sharq Turkiston mustaqillik harakatini, ya'ni bizning haqliq mustaqilligimizni asliga keltirish davosimizni tiyiga bog'lash uchun, xalqaralashib ketishning oldini olish uchun va boshqa davlatlarninki xalqarolikninki qo'llamaslikni qilish uchun nurg'un suiqasdlarni o'ynab ketdi. Bo'libmi 1996-yildagi 77-chi Xitoy Kompartiyasining 7-chi dokladidan keyin bu o'yin boshlandi. Va O'rta Osiyodagi berildigan, planlanayotgan qurolliq milliy inqilobimizni to'sash uchun Xitoy bu 7-chi dokladni e'lon qiliblam tutish buyrug'i chiqadi-ku. Atalmish milliy bo'lginchilikka zarba berish degan nimasini. Shu vaqtda nurg'un atalmish milliy bo'lginchilarni, ya'ni Sharq Turkiston mustaqillik uchun kurash qildigan va yoki shunga moyil bo'lgan va yoki shuni qo'llaydigan nurg'un vatan suyar qarindoshlarimizni tutib turmaga tashladi. Ammo bu yerda turmaga tashladik yoki turmada uningdan burun turmada yetayotgan degan Esan Maqsumni va shuning atrofidagi munchillarni qo'yib bir 97-yilda buni qo'yib bular boshda Beijingga boradi. Beijingda bundan keyin Xitoyniki eng yaqin har qanday sharoitdagi muqim do'sti Pokistonga yo'llaydi. Pokistonga yo'llab pulni qanday qiladi? Shu yerda bular eprilayotgan O'rta Osiyodagi hamda midilayotgan milliy mustaqillik harakatimizni va qurolliq harakatimizni burmalash uchun atalmish Islom partiyasini qurdi. Kim bilan qildi? Buni kim kutib oldi boshda? Pokiston Islom partiyasi kutib oldi. Ya'ni Pokiston istixborot kutib oldi buni. Pokiston istixborot kutilib shu Pokiston Islom partiyasi orqali shu bulg'a shu tashkilotni qurib berdi, Xitoy bilan birlashib qurg'izdi. Va u yerda o'ziningki tashviqot videolarini ko'rsanglar bo'ladi. Nima deydi? Esan Maqsum hozir chiqarib bo'lsam bo'ldi, hatto o'ynab bo'lsanglar nima qildi? Zaten Facebook'da o'zi tashviq qilib bu Islom partiyasini tashviq qilgan nurg'un o'ziningki nimalar bor ya, shuni nima qildi? Shu yerda nima deydi? Esan Maqsum tunji qatim Sharq Turkiston mujohidlarini chet elga hijrat qilib xalqaro mujohidlar qo'shini bilan birlashtirib, mahkam birlashtirib, xalqaro dunyo kofirlariga jihad qilishni uchun chiqdi deb andanim qiladi. Ya'ni Xitoy nima deyapti? Bular shu xalqaro tiliga bog'liq deb o'yinni o'ynaydi ya. Xo'sh, u yana boshladi. Keyin 1998-yili 2-oyda tunji qatim Pokiston
Xitoy istixboroti va Talibanlarning istixboroti Kabulda yig'in ochadi, kurashma qiladi. Shu yerda Talibanlarningki bosh qo'mondoni Mulla Umar nim deydi, biz Afg'oniston zaminini Xitoyga har qandaq Xitoy uchun epirilgan har qandaq qarshi harakatlarga, qarshilik hech qandaq bir nimaga ruxsat qilmaymiz deydi. Ruxsat qilmaymiz deb bir necha oydan keyin Pokistondagi atalmış İslam partiyasini Kabulning yaqiniga yetkazdi. Va shu yerda ular kim bilan seplab turib qo'ydi buni? Shu Al-Qoida degan bilan seplashtirdi. Va shu yerda yana shu tashviq qildi. Biz dunyo kofirlaridan ozod qilish kerak. Millatchilik dinimiz qarshi aqchi ko'kchi Alloh seni islom uchun nima Sharq Turkiston uchun kurash qilding demaydi, islom uchun nima ish qilding deydi deb Sharq Turkistonninki davosini shu tig'i bog'lash uchun tirishdi. Va qolganini hammamiz bilamiz, ko'rdik natijasini qanday bo'lganligini. Endi o'ynayotgani, endi bu Al-Qoida asosiyatini tugdi, aqchi ko'kchi degan gaplar bo'lar ya. Hozir eng mashhuri butun dunyo qo'rqiydigini shu ISIS bo'lganlik uchun endi eprilayotgan uyan ISISga bog'lamoqchi. ISISga bog'lab, ya'ni bu Islom partiyasini shuliga bog'lab. Zaten uni Islom partiyasini Afg'onistondagi bosh qo'mondoni bijnimi Damullah yoki bijnimi devagan narsa shu Al-Qoidaning shura a'zosining birisi. Uni tegichi voz kechgani yo'q. Buni tegichi Talibanlarga bayat qiliqlik. Undan voz kechgani yo'q. Zaten nima qiliqlik? Buni tidab biliglik. Hamda ISISga bog'lamoqchi. ISISga bog'lab qanday qiladi? 2 yilning yozi, bo'libmi 1,5 yilning yozi diasporamizda nim suiqasd o'ynayotdi. Hammadamga besim qilib, Sharq Turkiston Islom partiyasini, Turkiston Islom partiyasini Sharq Turkiston armiyasi deb nim qilishimiz kerak. Bular haqiqatda Sharq Turkiston mustaqillik harakati uchun kurash qilyapti deb e'tirof qilishimiz kerak. Shuning atrofida to'planishimiz kerak deb ba'zi bilib qilyapti, ba'zi ko'pinchalar bilmay qilyapti. Vazifalik bilib qilayotganlar bor. Shu Xitoy va Turk istixboroti va boshqa istixborotlarningki g'alchillari. Qilayotganlar. Xalqimizga mush u yerni silayotdi ya. Buni qilgandan keyin qanday qiladi? Hammamiz shunday qabul qildik deb hatto yaqinda birisi kelib, ular bizning milliy armiyasimiz deb mayada so'zildi Amerikada o'tgan hafta. To'g'ri. G'alchillari. Mashhur bir g'alchisidan birisi. Andan keyin biz buni nima Afg'onistonga yo'llab vahangdan anda qilamiz, manda qilamiz. Suiqasd nazariyasi, chunki buni tushunishimiz kerak aziz qarindoshlar. Bu mayli bu Islom partiyasi bo'lsin, mayli atalmış İslam devleti degan bu Al-Qoida yoki bu Islom xilofati degan bu ISIS'li bo'lsin, uning aqsida ma'lum istixborot tashkilotlari bor. Chunki bir davlatninki yordamisiz bular bunda pitirab turolmaydi. Agar unda pitirab qolsa, necha ming qurolliqni beqishmi o'ylab boqinglar. Matematik qilinglar. Pul ketadi manasiga. To'g'ri. Kim boqadi? O'zlari beqiyotgan emas. Ularga yo'lni ochib, u yoqqa kirib, bu yerdan so'rab, u yoqqa so'rash kim nim qiladi? Shu ma'lum bir istixborot guruhlarininki nimalari, pishkillari bo'lar. Ma'lum nimalar ishiltish uchun. Zaten Suriyada qanday ishlatdi bilamiz. Suriyadagi urushga, ichki urushga buni o'sha gapirib, bu necha ming Uyg'urni, 30 mingdek Uyg'urni Suriyaga qapirib, yerimini o'tkazib, u 3 degan tamoman yolg'on. 3 mingdan 1,5 ming o'ldi deydi. 1,5 ming o'ldi tamoman yolg'on. Eng az deganda 15-20 mingdek Uyg'ur o'ldi Suriyada. Uni bog'lab qanday qildi? U yoqqa qapirib, Xitoy bizning tehdidimiz bor, biz tehdid ostida, shuning uchun qarshi qilyapmiz deb xalqimizni, 2 million xalqimizni irqiy qirg'inchilikni mashrulashtirish uchun, qonunlik uchun, kamplarni ichish uchun, sulash uchun, nim qilish uchun, bostirish uchun, qul qilish uchun shuni bahona qildi. Va texma hamda yangi bir bahona kerak, davomliq bahona kerak. Shuning uchun ma u yanni o'ynaydi.
en xatarlık yeri bununki bu chet eldeki biz için nima için bu xatarlık desek, hem de anıga bağlaydı yakında ama uyandığın köz bağlaş niyeti var. Aysızga ağını bağlaydı o. Bağlagan eкен şu barlık bulu bizninki armiyasımız akçıkökçü dep Xitayninki siz bəgen şu qalçılar qarşında dep nim qıysak Xitay deydi o mana palançı teşkilat, bukunçı teşkilat, ma gariptiki teşkilatlar Amerikaga, Avrupa devletlerine deydi. Sen ma Tini kollaydıgan, ISIS'ni kollaydıgan, ISIS bilen münasebeti bar teşkilatını kollaydıganlar, terörçiliğe yol açıp varsan, sen Tini kollavatı dep ulug besim saladı. Onun dikin ula bizninki bu chet eldeki Şarkı Türkistan müstakillik hareketi için yapayotgan faaliyetlerimizni mecburi tusaş üçün, burmalaş üçün, yok kılış üçün hareket kılıdı o. Çünkü Xitay deydi o, mana pakit mana. Hammesini Xitay torulda sözlegenden hammesini Xitay apırdı bunun aldığa. Bu garip istihbaratlarını aldığa. Meyli FBI bolsun, meyli başkasının aldığı bolsun deydi mana. T teşkilatını kollavatkan mana bu içilini sen neymiş kılavatsı dep sen bulga üzanın devletin T'ni nim kılavatkanlığı ruhsat berevatsı dep anda nim kılıdı ve bula bizning mustaqillik hareketimizni şunun bilan tamamen yok qilish için çoğun bir suiqasd nazariyasi bor bu yerda. Shuning uchun biz izchilning yazı bu uyanga deb qarshi turishimiz shu. Ba'zi deyish mumkin bu islom hareketini T teşkilatından Amerika chiqarib etdi deb. To'g'ri, Amerika atalmış islom hareketi degan narsani chiqarib etdi. Çünkü nima uchun chiqarib etdi? Çünkü biz bu islom hareketi degan biznes yok. Kadar biznes yok. Xitay oydurup çıkan narsa. Umumiy Sharq Turkiston mustaqillik hareketini burmalash uchun nima qarlash uchun chiqargan narsa. Shuncha hatto bizni Sharq Turkiston milliy hareketini va surgun hukumatini shu ETIM deb nim qildi o Xitoyniki shu vaqt bayonotchi 2019-yilda biz nimani o'tirib Kaplanning nimasini o'tirib qo'ygan vaqtda. Shundan keyin biz bu Amerikalıqmı biz bundan narsani qo'llayolmaymiz deb undan yo'q paketni o'tirib qo'ydik. Bunda biznes yo'q. Ammo uni chiqarib etgan bilan hozir to'ridan izlab baqsanglar bo'ladi. OFAC, Treasury Department'ning Office of Financial Assessment and Control deydigan bir idorasi bor. Uniki T teşkilat tizimliqida shu Sharq Turkiston Islom partiyasi atalmış Turkiston Islom partiyasi deb tizimliqda bor. Hozirgacha buni ne chiqatim shu nima qilganligimi shuni atalmış yoshlar paqchi ko'kshi deganlar nim qilib sen armiyasimiz qarıştırdın anda qilding manda qilding deb ularni yo'llab berdik shu vaqtda mana uyan sen uyanga chirib ketib borsa bir aqlingni ishlat buni qo'llab qolsanglar butun davoni yo'q qilgan bo'lsa desak unimidi chunki vazifali ular shuning uchun ani qo'llasanlar beyada yani şu nimisi bu gariplik devletlerinde yani şu tizimlik qilqi hech kim deganda şu tizimlik chegizib qo'ydi sizlarni tashkilotlarni nimalarni shaxs nimasida kuzatadigan nimaga kuzatish nimaga chegizib qo'ydi o andan keyin aysizga bog'lagandan keyin ala atogin biz aysiz ketilib ketdik yoki biznes deb sarang biznesini deb yursa Xitoy bu muhaqqaq bildirdi o shu yanni o'ynayotganlar shuni shu suiqasd nazariyasi bor nim qilsinlar ashini bizniki armiyasimiz yoki aqchi ko'kchi bu bizga vakillik qildi u bu deganlarning hammasini yo'q ashini shunaqa bog'laganlar bu o'zingni shu aysizga bog'lab olgandeklar bo'lsizlar davoni aysizga bog'lab olgandeklar bo'lsizlar buningdan nim qilishinglar kerak aziz qarindoshlar bu suiqasddan o'zimizni qo'g'dishimiz kerak. Bu uyan aziz qarindoshlar. O Pakistan'da o'zininki tunji videosini ko'ranglar bo'lmasa shu vaqtda. O'sha deydi, aniq bizniki nishonimiz shu Hasan Maqsum bu Islom partiyasini qurish nishoni Sharq Turkiston mujohidlarini xalqaro mujohidlarga qo'shiniga mahkam bog'lab, xalqaro kofirlarga jihad qilish deydi. Xitoydagi biznesi yo'q bu yerda. Xitoyni Sharq Turkistonni Xitoydan ozod qilamiz degan biznesi yo'q. Butun davosimizni shu Xitoyninki davomliq nim deydi u. Bular shu tig'i bog'liqlik, bu Sharq Turkistonchilarning hammasi shu xalqaro tiylik bilan munosabati bor deb
bizni qaralash uchun tirishdi. Shuning shu Hı. destek berishdan boshqa narsa qilmagan bo'lamiz. Aga nima qilishing kerak aziz qarindoshlar? Agar sizlarni birsi bo'libmi Turkiyadagi va boshqadagi qarindoshlar, agar sizlarni majburiy Suriyaga ya boshqa yo'llaymi desa, diqqat qilinglar aziz qarindoshlar. Dushmanningki qiltaqlarga tushmanglar. Tushib mana bugungi bu irqiy 10 yilning yoz davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikqa sabab bo'ldik aziz qarindoshlar. Shu tushganlar, shu uyang'i mayli bilib tushgan bo'lsin, bilmay tushgan bo'lsin. Ko'pincha yillar u yerdagi, yana deyman, bu ko'pincha mujohidlarning mayli Suriyadagi bo'lsin, mayli boshqa yerdagi bo'lsin, ko'pincha yillari shu oddiy askarlari ular mencha ularda xatolik yo'q. Shu azib ketgandan boshqa narsa emas. Şu düşman istihbaratları xalqimizni aldash o kadar o'ng'ay ya. Shu aldanib ketganlar. Ammo beshindikilar, shu beshidagi atalmış qo'mondonlari hammasi nima? Shu Xitoyninki va Xitoy bilan hamkorlik qilayotgan istihbaratlarninki kontroli ostidagi kishilar. Shunchalik deyim bu yerda ehtiyot qilaylik aziz qarindoshlar. Dushmanninki suiqastiga uyallarga dastlab ketmayli. Rahmat. Tafsili tushuntirib berdingiz. Amaliyotda bu uchib chiqqandan keyin biz buningga inkos qaytarmasak, bizning butun tor dunyosidagi nihoyat vijdoni qaynab turganlar bunga diqqat qilolmay qoldi. Endi bu siz deganingizdek unda oddiy ish emas. Xitoylarninki izchil bizga qilayotgan istihborot o'yini su uxlaydiki, Xitoy uxlamaydi, dushman uxlamaydi. Bunda ahvol ostida biz ularning har bir qiliqini, har bir to'ziqini bilib turishimiz va ichib tashlashimiz kerak. Bu qilayotgan hukumatimizning bu qilayotgan ishiniki bo'libmi sizningki ahamiyati nihoyat zo'r. Endi men buni xulosalab boshqacha gap qilishni xohlamayman, chunki Salih Xudoyor afandim buni beshidan bog'lab aytilib, bu o'yinning qanday mengayotganligini o'tirg'a tashlab berdi. Tor dunyosida bizningki hozir insonlarimiz oddiy ko'zi ko'ringan narsani kichkina anglab tashlab o'tadigan, boshqa narsalarni vaqt ajratolmaydigan bir xil odat bor ekan. Amaliyotda bir narsa o'rganaman desangiz qarindishim, bizning bu programmada bo'lib Salih Xudoyorning hozir so'zlagan narsa hargiz ortiq kelmaydi. Necha qatam anglasangiz, buningda siz necha 10 yil o'rganadigan narsani o'rganasiz. Nimishqa deganda biz to'liq uchirga erishilmay, ziyolilarimiz tomonidan xato yo'lga boshlanib mishak kelgan. Vijdonimiz pokdi, ammo aql sap bo'lish kerak. Agar aqlimiz sap bo'lmasa, biz Xitoyningki ketminni chopadigan odam bo'lamiz. Shunga har qatam Salih Xudoyorningki mushta programmamizda tarixdan misol ilib va amaliyot bo'layotgan ishlarni bir-birlab o'tirib tashlab turib qilganini va o'qigan kitoblardagi bilimlarni bizga deb bergan vaqtda oldi bilan anglang, kallangizni ishlating. Agar kallangizda o'tmasa, biz ochiq hammanglarga biz munoziralasak, fikrlasak bo'ldi. Hammanglarni Amerikadagilarni yakshanba kundagi namoyishda ko'rishga intizormiz. Bugun vaqt munosabati bilan programmamiz mushada oxirlashdi. Bugungi programma uchun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat Salih Xudoyor afandim. Sizga rahmat. Hammanglarga Allohga emanet. Xayr.